Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana fermamizdan ertalab xabar olishga kelsak, tunda ishga edim, nochka smenaga. Mana kelsam, kecha kechki payt mana shu echkimiz bitta urg'ovchi uloqcha tug'ib beribdi. Mashallah deb qo'yasizlar. Mana shu echkimiz ikkinchi qoringa tug'di. Birinchi qoringa tug'ishiga 2 litr 200 atrofiga sut bergandi. Mana mehmonchamiz nasib bo'lsa fermamiz endi kechadan boshlab pilisga kirdi desak bo'ladi. Xo'sh. Nasib bo'lsa mana shu uloqchamiz 2 oydan keyin mana shunday bo'ladi. Mana buni uloqchamiz nasib bo'lsa bugun 2 oylik bo'lib qoldi. Mahka. Panda. Bu kishining laqablari Panda. Laqablari deganda mana shu uloqchamizga nima laqab qo'yamiz? Kommentariyaga yozib o'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. Obuna bo'lish esdan chiqib qolmasin.